Ibodatlarimizga kuch-quvvat bo'ladigan iftorlik dasturxoniga mazali oson taom tayyorlaymiz. 600 gram farshga 2 ta piyoz, 1 bog' kashnich, ozgina priprava va 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa bizga shunaqa yog'ochli cho'plar kerak bo'ladi. Formacha qilib sixlab olamiz. Cho'plarimizga hammasini bir tekis qilib, chiroyli qilib listimizga taxlaymiz. Manda 10 ta chiqdi. Minchta skоворodkamizdan qizartirib olamiz. Ketidan yog' solib, kartoshkamizni har bittasini tekislab, ustidan pripravani qo'shamiz. Har bittasini yaxshilab qizartirishimiz kerak bo'ladi. Qizartirib bo'lganimizdan keyin alohida idishga olib qo'yib, endi shashliklarni shunaqa qilib har bitta tarafini qizartirib olamiz va uni ham alohida idishga olib qo'yamiz. Endi esa qozonimizni qizartirib, yog' solamiz. Ketidan piyoz, sabzini solib, yaxshilab aralashtirib, kartoshkani solib, zira, priprava, tuz, 1 osh qoshiq damashq tomat solib, aralashtirib, shashliklarimizni terib chiqamiz va ustidan 200 ml suv solib, past olovda 30 minut qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi.